Yo do'stlar, nima gap? Bugun biz yangi yo'nalish haqida gaplashamiz. Biz 4 oydan beri bu narsani kutdik va nihoyat qo'shishmoqchi. Birinchi yangilanishlar bu yerda mana shu birinchi dengizdagi, ya'ni orolchalarda yangilanishadi. Yangilashadi. To'rtdan ikkinchi joydan kelishadi. Birinchi joy Middletown, ikkinchisi Underwater City, uchinchisi Prison, to'rtinchisi esa Oita Lavami qanaqa joy bor. Asset yangilanishadi. Yangilanish keladi. Revolt qilishadi birinchi dengizda. Men bu ma'lumotlarni osmondan olib olganim gapirmayapman. Bitta переводчик odam Blocks Bulletin qayta qurilgan boshlanish shakllanmoqda. Birinchi dengizda nimadir o'zgarmoqda. Blocks tergov guruhi tomonidan. Mana o'sha yangilaydi betlarda. Dengiz butun dunyoni ta'sir qilish. Plus mana o'qituvchilar bo'ladi. Men bu yerda o'qib ko'raman, keyin hozir videoga o'qimayapman. Yozgi tayyorgarlik. Box egalari Repinder va My Game qurg'uchi tomonidan. Demak, My Game yangi admin yoki eski adminlardan. Yana bilmadim. My Game nima? Hurmatli sodiq o'yinchilarimiz, nihoyat jamoa bu yozda nimadir intilayotgani va o'tgan bulletindagi hikoyalar keyingi voqealar bilan qanday bog'liq haqida gaplashmoqchi edik. Darhout indira tadbiri e'lon qilinmoqda. Agar uni o'tkazib yuborgan bo'lsak, ya'ni Darhout indira tadbiri, ya'ni event o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, biz kuzatib boring. Chunki biz ushbu tadbirni rasmiy chiqarishni shu kuni o'tkazamiz. 2026-yil 1-avgust soat 17:00 da. 17:00 bo'lmasdan oldin ash vaqtlarga yaqinroq kirib onlayn bo'lib tursanglar, Darhouse boshlanadi eventi. Buni silkasini tashlab qo'yaman. Sizlar xohlagan olishingiz mumkin. Bitta ma'lumot event haqida, mana o'sha yangilanishlar, bitta yangi fruit haqida ham gapirilib ketgan menimcha. O'qosira bo'ladi, mana tarjima tayyor. Dengiz bo'ylab ko'plab kichik o'zgarishlar ham Middletownda unutilgan markaziy binosi nihoyat maqsadga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni Middletownda revolt qilishadi. Yana qanaqadir lava joyida adashmasam, bitta shaxta qo'risharkan. To'g'risi bilmadim. Middletowndir balkim Prison. Ikkalasidan bittasi joy. Underwater qaranglar, zo'rab ketarkan Xitoylarga o'xshab. Hozir Xitoy deyaplar. Ichkarilarda qaranglar. Menimcha yangi bo'lishdi bitta. Menimcha qachondir chiqarishadi. Yo bugun kech payt eventdan keyin chiqarish mumkin. Hozirgacha eng katta PvP balans patchi Boshdiyor jamoasi tomonidan qayta qurilgan birinchi dengiz. Bizdan oldin yangi bir muhim yangilanish yaqinlashmoqda. U keyingi hafta bo'lib o'tadi. Keyingi haftada yangi PvP balanslari kuchaytiriladi. Ya'ni PvPlar kuchayadi. Qattiqlashib ketadi PvPlar. Bu birinchi ma'lumot edi. İkinci yangilanish esa yangi kelayotgan fruit haqida, ya'ni yangi kelayotgan haqida, u magnit bo'lishi aniqlanmoqda, u balkim transform bo'lishi ham mumkin. Men uni hozir yana ko'rsatib beraman, yangi fruit qayta olganim bu ma'lumotni. Mana yangi magnit fruit haqida adashmasam ma'lumot berilib ketdi. 2026-yil 10-iyulda magnit siri oshkor bo'ldi. Yozga yaqinlashuv, yangi kashfiyotlar, boshqalar. 021-son. Xarobotxona Titan. Bizning jinoyatchimiz fosh bo'ldi. Jinoyatchi? Orol muxbiri. Inson avlodiga hisobotimiz davomi sifatida mahalliy orol bo'ylab kabinet
kuchlarning keltirib chiqarayotgan kuchlarni yuksaltishda davom etaman. Mening topilmalarim kutilmoqda bo'ldi. Men har safar magnit siljinishlari paydo bo'lganda ular men tashlandir kema zavodi olib bordi. Xullas o'qishim 0. Yangi kengay o'qosizlar bo'ladi. Mana bu yerda Telegram kanaliga yoki screenshot qilib tashlang yoki hozir o'zingizlar pauza qilib to'xtatib o'qisanglar bo'ladi. Tayyor translate qilib berdim. Yozgi kengash yaqinlashmoqda. Kengash. Tomonidan. Dengizlar yangi uslub o'qimiz. Bitta u statuslar ekan. Demak statusda orqasiga ham qanaqadir ranglar qo'shamiz shunda. RGB ranglarda LGBT emas. Jismoniy jangchi har qanday kuch o'lchamaydi. Tez orada yangi profillarni demak status orqasiga ham biz ya'ni odamlar bular reboot qilib ashna orqasiga qo'ygandek ekran bekam qo'yishimiz mumkin ekan status orqasiga. Yozgi kengashtirish po'lat va kauchuk o'rtasida bo'ldi. Bu bugun keladigan evdagi Dark Blade bilan Dark Blade. Men ilgari ko'plab janglarga yoritib, xullas mana translate o'zingizlar o'qib olinglar. Ben buni skillarni ko'rsatib beraman hozir qanaqa ishlashlarini. Bu Dark Blade, men buni eventdan tushirib oldim. Eventdan mana Dark Blade bo'ladi. Bu mythic bo'ladi. Dark Blade. Buni biz birinchi skillimiz 175 masteriga, oy. İkincisi ise Indra'nın uyi. Indra nimaga Indra? Rip Indra demayapman chunki Indra u boshqa narsa. Rip Indra. Indra menimcha uni eski iti bo'lgan, o'lib qolgan. Ashini menimcha qo'shib Indra bo'lgan. Bu X qobiliyati 275 master. Mana. Oy. U qanaqa zarbalar post bermaydi yoki tez yugurishingizga yordam bermaydi. U nimaga uni qo'shgan, ya'ni znayu. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shu edi. Yana bittasi qolib ketdi. Kelayotgan Revolt Fruitlar. Men sizlarga taxminan ayta olaman. Bu ma'lumotlarni men qidirib ham topolmadim. Uni qidirib ham topolmasligingizlar mumkin. Lekin YouTube'larda ko'p videolar chiqyapti. Birinchisi bizda Dark Fruit. Bunga Revolt kelar ekanmish. Buni o'zi avikenli qilish mumkin. Unutmang, avikenli qila olasiz. Ikkinchisi bizda Ghost Fruit. Ghost Fruitga yana buni qilichi ham paydo bo'ladi deyishyapti ko'pchilik. Qilich bilan urishasiz. Ya'ni M1 bunda yo'q-u. Aslida qilichini qo'shishadi, lightningga o'xshab. Lightga o'xshab. Nima yo'q bunga emas. Creation'ga ya'ni mashina bunaqasi kerak edi. Men uni ko'rganim yo'q, hali tekshirib ham ko'rganim yo'q. Uchinchisi esa kutilayotgan eng katta yangilanish. Shadow yoki Venom. İkilasidan bittasi. Men sizlar qaysini kutyapsizlar bilmadim, men Venomni kutyapman. Venomni yoki Awaken'ga qo'shishadi yoki просто rework qilib qo'yishadi. Uni Awaken'ga qilishsa yaxshi bo'ladi. Chunki oddiy rework bo'lsa, bir odamni ham bo'lib ketadi. U qiynalib qilish kerak-ku. Daw's Fruitga o'xshab. Unda men Awaken'ga qilib olganman uni. Menda Peren Fruit yo'q, kambag'allik kommentariyada so'kish yaxshi emas. To'g'risi men ham sotib olarman. Xullas bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shu edi. Kanalga like, obuna bosishni unutmang. Biz bu keyingi videolarimizga yordam beradi. Keyingi videolarimizga motivatsiya bo'ladi. Bu qancha ko'p like bossalar, men shunchalik tezroq video chiqaraman. Video like yoqqan bo'lsa, like obuna bosinglar. Hammalarga rahmat ko'rganingiz uchun.